Kim bor? Yordam beringlar. O'g'lim, chida. Yordam beringlar. Kim bor? Doktor, yordam bering. Nafas tiqilib qoldi. Zudlik bilan operatsiyaga. O'g'lim. Doktor vaqtida olib keldim, ha? Ulguramiz, ha? O'zingiz bosing, hammasi Allohda. Kirish mumkinmiz. Shu yerda qoling. Ey Xudo. Ade, yesam maylimi? Ha, yevur. Ade! O'g'lim. Allo. Tushunmadim. Ha? Doktor, nima bo'ldi? Ha? Tushunmadim. Hey! Hozir sigaret chekadigan paytmi? Menga qarang, siz qanaqa doktorsiz o'zi? Bugun gapirasizmi yo'qmi? O'g'limni hayot haqida so'rayapman sizdan, qarz emas. Voy, tushunmadim. Menga qara, o. To'xtang. Qo'yib yuboring. Qanaqa kipr vrach bu, ha? Nimaga gapirsam javob bermaydi. Men o'g'limni hayot haqida so'rayapman. Buni ham bolasi bordir. Uni ham bolasi bor edi. Operatsiya payti telefon bo'ldi. O'g'lini mashina urib ketibdi. Shunaqa bo'lsa ham, lekin u kasbiga mas'uliyatsizlik qilmadi. Operatsiyani oxirigacha yetkazib, o'g'lingiz hayotini saqlab qoldi. Hozir sigaret chekadigan paytmi? Endi uni tinch qo'ying. O'g'lini sovigan murdasini oldiga yetib borsin. Yaxshi qoling.